Assalomu alaykum hammaga, o'rtalar yaxshimisizlar? Men kechagi videoda aytgandim, mana shu propastni gemlarga o'sha yangi event skinlarni sotib olamiz. Xitoyni yangi yili nimadir deydi. Lunar sabitsiyami bunaqa. O'shani propastni ochish vaqtida bundan aytuvdim. Ertasi kuni ana shuni ochaman deb o'sha yangi skinlar keladi-yu, unda ko'lga osmoqsan. Mana skinlar asabiy aksiya. Shularni o'zim yo'qgan olib chiqaman va bitta mana Penny skini bor edi, adashmasam, eksklyuziv ochkoga beriladi. Shuni ham olaman. Videoni cho'zmasdan boshlayman. Menga mana birinchi yo'l mana shu ko'lni skini yoqadi. Juda ham o'zim bitta adashmasam bitta rangli skin borda, oq rangli. Robushiga o'xshash bo'lsa kerak, yaxshimi? Bundan ko'taga выбрать. Şu. Mana bu ilk premium bu ushbu tufayli sezonda chiquvdi, adashmasam. Tufayli sezonga ketgan bu ham paytda oldi sesli. Boshqa qaytib kelmasligi ham mumkin-da bu. Endi olib qo'yamiz. Bu Yevan skini uncha populyar emas. Mana 400 ta game qopti. Barlin skinni olamiz, Barlinni. Barlinga o'z qancha skin oldi. Yani torrenslar qachon max qilish kerak bo'ladi. Olamiz. Boshqa joylarga buni ishlatsam kim qolarmikin? 3 ta minus 200. Boshunda fake yoki Edgarnikini olishim kerak a. Fake yoki shuni ikkalasini olsammikin? Forsa mana legendarniy skin keldi. Maqsad. Qaysi biri yaxshi? Bo'lmasa ana shu fake skin olaman. Edgarning skini. Mayli Edgar skin olaman. Perfectda ko'p skin bordi. Edgar taka. Buni oldim. Oldim. Shu bilan mana 235 ta. Yo'q, buni qilsammikan? Mana shu skinni o'rniga bu skin no'g'roq. Yangani bunday skin bor. Hisoblab ko'rish kerak, hozir yetmay qolishi ham mumkin. Bar olaqqa. Endi sirroz aksiyalarga boramiz. Yani 20 ta game yetishmadi. 20 ta. Nima qilsam ekan? Mana o'zi qachon ketarkan? Bundan keyin menga to'g'ri kelmaydi-da. Mana skinlardan olaymikan? Arzonroq bo'lsa. Bunday bo'lsa kerak. Yo'q, shuni olaymikan? Ama olaman. Qaysi 5 ta skin oldimmi, 5 ta skin? Hamma skin. Payker yer. Shu bilan game nol bo'ldi. O'sha bir kunda ketdi. Ha, yana bitta sразу olib qo'yib bo'lmasa, o'zi juda ham cho'zilib ketadi video. Bu juda ham eksklyuziv skin, uni hamma ham bilsa kerak. Qani, mana bunaqa. Jesse mushketyor. Menimcha shu yaxshi deb o'ylayman, baribir. Hisobli. Получим. Там. O'tamiz. Okey. Hadi geç. Çok. Uy, zoru.
Shu penning skinni qo'ysam ham mayli xo'p. Shu bilan videomiz tugadi. Ko'rganlarga rahmat oxirgacha. Sizlar ham shunaqa tanqid qilib olinglar. Kinoga yo'qgan bo'lsa, o'sha kommentariyaga yozib ketinglar qaysi ketyapti. Unda paka-paka.